hamma joyda nimadir sodir bo'lsa, bu men uchun. Bu men uchun deyishni boshlaysiz. Qanday qilib? Siz yo'lda ketyapsiz. Yo'lda ketib, birdaniga svetofor zeleniy bo'lyapti. Hamma joyda yashil svetofor. Bu men uchun. Bu men uchun yashil svetofor. Ketyapsiz yo'lda, qizil svetofor. Bu men uchun. Men uchun bu qizil. Nega? Dam ol deyapti. Dam ol. Shunchaki rasslabs. Muzikani eshitayotganda bu men uchun yangrayapti. Yangramasligi mumkin-ku. Mana shu qo'shiq hozir shu yerda bo'lmasligi ham mumkin edi-ku. Yo'q, u bor. Demak, bu men uchun. Ko'chada ketyapsiz, hamma joy toza. Bilingki, bu siz uchun. Bu siz uchun mana shu ko'cha toza bo'lgan. Bozorga kiryapsiz, mulkulchilik, chiroyli zelenlar, chiroyli mevalar, chiroyli sabzavotlar. Butun bozorda shuncha inson kelib savdo qilyapti men uchun, mening kelishim uchun va men keldim. Men keldim va eng yaxshisini tanlayman deng. O'zingizga qulayini topasiz va tanlaysiz yaxshi kayfiyat bilan. Men uchun. Hattoki kafeda o'tirib ovqat yeyotganingizda mana shu ovqatni qo'li juda shirin oshpaz men uchun tayyorladi. Men uchun. Mana shu hozir nonni qo'li gul nonvoy men uchun xamir qildi. Men uchun uni harakat qildi, chiroyli qildi, yopdi va eng sarasini mengacha keldi.